Shundan yig'lagim kelibdi, lekin kameraga yig'la olmayman. Aktrisa biz Oskar'da. Tomchi kelibdimi yo'qmi? Короче, bugun sizlar bilan seriozный temaga gapirmoqchiman. O'zimman 30da va meni yarim hayotim o'tib ketgan chidash bilan. Maktabda родственниклар, otam tarafdan, onam tarafdan kamsitishlarga, sen hech kim emas va hech kim bo'lmaysan deyishlarga, sevmasliklarga, нежеланный farzand ekanligingga, mana shunaqa gaplar bilan katta bo'lgan. Keyinchalik подростковый период. Sen unaqa qizmassan, sen unaqa bo'lasan, sen bunaqa bo'lasan, kompleks aybdorligi, seni u yog'ing kaj, bu yog'ing kaj, kasalsan, hech kimga kerak emassan. Turmushga chiqqandan keyin qaynona, har xil gaplar, birinchi marta haqorat qilganlardan to birinchi marta qo'l ko'targanlari yoki xiyonatlargacha chidaganmiz. 30 yoshimgacha avval faqat yig'lardim. Qanaqadir problema bo'lsa, sразу mana shu yerim to'lib, sразу yig'lagim kelardi. Hozir esa bu narsalar как будто обычный narsada, даже yig'lagisam kelmaydi, уже yig'i o'zi kelmaydi. Men ko'p ayollar eri Rossiyaga ishlab yurganini chidab, necha yildir kutib yashaydi. U paytda erkaklar o'zini niyatini qondirish uchun, так говорится или нет, ikkinchi xotin или uynosh topadi. Bitta narsa. Mana bu baxtsizlik, yig'lash, moralni ezilish, qanaqadir kompleks неполноценности, o'zingizda qanaqadir ayb topib yashash, idealni xotin emassiz, siz idealni ayol emassiz degan fikr bilan yashab yurib, qanaqadir kasallik olib yashash yaxshimi-ki boshqa chidamaslik. Prosta bu hayotda sizni настроениеңiz, sizni sog'ligingiz, sizni hayotingiz faqatgina bir kishidan bog'liq bo'lmasligi kerak. Agar siz nosog'lom, agar siz stressda, agar siz qanaqadir yomon holatda bo'lsangiz, даже o'sha sevaman, o'laman degan odam mana shu fursatdan foydalanib o'ziga kerakli ishlarni qilib oladi.